oylik o'g'limga karischa kechki ovqat qilib beramiz. Ketdik. Karis qaynonam sovuq uchun har doim karischa har xil sho'rvalar tayyorlab beradilar. Bugun kechki ovqatiga dengiz o'tidan sho'rvasi bilan shu tofuni pishirib bermoqchiman. Tofuni o'g'lim juda ham yaxshi ko'radi. Bu juda ham mazali va foydali. Biz yeydigan guruch sovuq uchun ozroq ko'plik qiladi. Shuning uchun yarmini mikrovalnovkaga solib isitib beraman. Lekin biz bilan teppa-teng bir xil turdagi guruchni yeya oladi. Tofuni shunaqa qilib qizib turgan yog'da yaxshilab qovurib olinadi. Albatta ikki tomoniga tuz ham sepib. Har safar sho'rvasini ichida nima bo'lsa shunaqa qilib qaychida kesib beramiz. Tofuni shunaqa ikki tomonini sarg'aytirib yaxshilab pishirib olib, kichkina bo'laklarga bo'lib bersangiz bolangiz maza qilib yeydi. Sovuq ovqatni kimsiz yemaydi, shuning uchun kimni ham kichkina bo'laklarga kesib beraman. Maysa? Videoda ko'rib turganinglardek kimni juda ham yaxshi ko'radi. 19 oylik o'g'lim ovqatni o'zi bemalol yeya oladi, lekin men o'g'limni juda ham yaxshi ko'rganim uchun har safar o'zim yedirgim keladi. Shu idishidagi hamma ovqatni bemalol yeb tashlaydi. Sovuq ovqatini yeb bo'lgandan keyin qaynonam idishlarini yuvib qo'yadi. Men esa sovuqga yo meva yo shirinlik beraman. 19 oylik o'g'lim o'sha bunga odatlangan, ovqatdan keyin nimadir yeyishi kerak. Bu tortni karis pochchamiz olib chiqib berganda sovuqga juda ham yoqdi shekilli, o'yinga ham tushib beryapti.